Bismillahirrohmanirrohim. Sifatlarni o'rganishda davom etamiz. Bugungi 4-qism darsligimizda o'zaro zid bo'lgan itboq hamda infitah sifatlari xususida so'z yuritamiz. Itboqdan boshlaymiz. Itboq so'zi lug'atda yopishtirish degan ma'noni anglatar ekan. Istilohida tilning aksar qismi tanglayga yopishib, tilning o'rtasi cho'kib, ana shu cho'kkan joyda havoning dimlanishiga itboq deyiladi. Til va tanglay orasida havo bo'g'ilishligi natijasida undosh yanada yo'g'onlashib ketadi. Itboq sifatli o'zi 4 tagina undosh bor. Bular vo, dod, sod hamda to undoshlari hisoblanadi. Itboq sifatli yo'g'on undoshlar itboq sifatini olmagan yo'g'on undoshlarga qaraganda yanada yo'g'onroq talaffuz etiladi. Itboq sifatli undoshlar o'ta yo'g'on undoshlar bo'lganligi uchun ularning ta'sirida ularning atrofida kelayotgan ingichka undoshlar yo'g'onlashib qolmasligi lozim. Va itboq sifatli undoshlarning kasrasi ham yo'g'onlashib qolmasligi lozim. Mana bular eng keng tarqalgan xatolardan hisoblanadi. Masalan, to'y, voy, o'ylashib yo'g'onlashib ketmasligi lozim. Kasra har doim i bilan talaffuz etiladi, ya'ni to'y, si, vi singari. Endi infitahga o'tamiz. Infitah sifati bu itboq sifatining aksi hisoblanadi. Itboq sifatida ro'y bergan jarayonlar infitah sifatli undoshlarda ro'y bermaydi. Infitah so'zi lug'atda ochilish degan ma'noni anglatadi. Istilohda tilning aksar qismi tanglaydan uzoq, orasi ochiq turishini infitah deyiladi. Alifboda 28 ta undosh bor. Ana shundan 4 tasi itboq sifatli undosh va qolgan 24 tasi infitah sifatli undoshlar hisoblanar ekan. Til va tanglay orasida havo qattiq qarshilikka uchrab bo'g'ilmagani uchun talaffuzda yo'g'onlik kam bo'ladi yoki umuman bo'lmas ekan. Bugungi mana shular. Inshaalloh keyingi darsligimizda ko'rishamiz. Xayr, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.